buni uzoqdan olib kelishimizga to'g'ri keladi. Okey. Mana misol uchun konsertga muxlis keladi. Muxlis o'zi bilan o'sha sevimli san'atkoriga berish uchun nima olib keladi? Gul olib keladi, to'g'rimi? Yoki bir sovg'a salomlar bilan keladi. Endi o'sha inson u gulni kimga berishini, kimga bermasligini yoki uni nazorat qilib konsertga gul olib kirish mumkin emas degan bir qoidalarni chiqarish nechog'lik to'g'ri? To'g'ri, aperkot bo'ldi, bir hujum qilishga harakat qilishdi, lekin u yerda bir noto'g'ri jumla bor. Benom guruhi bu narsani targ'ib qilmoqda degan bir tuhmat yotibdi. Endi agar Benom guruhi buni targ'ib qilgan bo'lsa, bu o'sha aperkot bergan hurmatli fuqaroda bir isbot dalil bormi? Qayerda Benom guruhi shaxsan, rasman targ'ib qilibdiki, kelinglar bizni konsertimizda, eshiklar ochiq, bemalol gul sovg'a qilinglar yoki tiz cho'kinglar deb. Qayerda bu so'zni Benom guruhi ishlatdi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Aytibdilarki, odatda chetda qoladiganlar mana shunday o'ziga hayb ishlaydi. Men bitta narsani mana shu hozir fursatdan foydalanib ma'lum qilmoqchiman. Benom guruhi hech qachon ijodi davomida va bundan keyin qora PR yoki oq PR yoki umuman hate orasidan yurmaydi. Buni men rasman ma'lum qilaman va qora PR ortidan kelgan muxlis Benom guruhiga zarurati yo'q. Biz har doim ijod qilganmiz, ya'ni nima uchun qora PR orqasidan yugurmadik? Bizga keladigan muxlis qayerdadir qo'shig'imizni tinglab, juda yaxshi qo'shiq ekani, bir boshqa qo'shiqlarni eshitaychi deb samimiyat bilan kelib, konsertimizda samimiyat bilan o'tirgani biz uchun bebaho. Qora PR ortidan kelgan muxlislar vaqtinchalik. Men bir nechtasini ko'rdim. Endi hamkasblarimizni ko'ramiz. O'sha qora PRlar ortidan go'yoki mashhurlikka erishib, keyin bir ko'rganmiz, albatta o'sha qatgadir kirib kelsa, "Anu falonchi kelyapti" degan bir so'zlarni aytishadi. Lekin mehrichi, xalqni mehri. O'sha san'atkorlar hozir konsert bersa, nechog'lik to'ladi? Endi agar Benom guruhi chetda qolgan bo'lsa, yiliga 2 ta konsert bera oladimi? Chetda qolgan guruh. 1 yilda 2 ta konsert. Noyabr oyida 5 kun, may oyida 5 kun. Mana bu yil 6 kun may oyida. Hisoblasangiz, 1 yilda 11 ta konsert. Ya'ni men endi hozir balkim balandparvoz tuyular, lekin o'sha ustoz san'atkorlarimizda ham 10 kunlik, 11 kunlik konsertlarni kamdan kam ko'ryapmiz hozir shu orada. Endi o'sha yerda mana targ'ibot qilinibdi. Haligi Benom guruhini men targ'ib qilyapti deb, haligi u shaxsdan boshqa yana bir